Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxariyning Al-Adabul Mufrad nomli bu kitobini dars qilayotgan. Alhamdulillah, birinchi qismi tugab, bir necha hadisdan keyin ikkinchi qismiga al-juz us-saniya keldik. 149-hadis. Sulaym hadis so'zlab bergan, ya'ni Amr ibn Amr al-Ansariga. O mundaq deydi: "Ma'lum bir kun men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yanida edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "Ey Sulaym, qandaqligi ikki musulmonning 3 farzand tugab ketsa, ya'ni er va ayol demakchi, dadasi apsi. Alloh taolo shu farzandlarga, shu vafot bo'lib ketgan, kichikligida vafot bo'lib ketgan farzandlarga rahim qilganlik tufaylidan u er ayol, ya'ni dadasi onasini Alloh jannatga kirgizadi. Sulaym deydi: "Men ikkisi bo'lsa desam, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikkisi bo'lsa-mu, ya'ni ikki farzandi tugab ketgan bo'lsa-mu, Allohdan ajr umid qilsa, Alloh taolo shu kichik farzandlar gunohsiz go'dak sabiy bolalarga rahim shafqat qilganligi tufaylidan Alloh ota-onasini jannatga kirgizadi." Ya'ni go'dakligi tugab ketgan bolalar ota-onam jannatga kirmagichilik kirmaymiz deb jannatning eshigining oldida yig'lab turib Alloh taolo ularga rahim shafqat qilib, kichik bolalarga ota-onasini jannatga kirgizadi. 150-hadis. 150-hadis Sa'sa ibn Muaviya so'zlab bergan. U Abu Zar radhiyallohu anhu uchrashgan. Abu Zar radhiyallohu anhu sudunini isvagan, suv ichadigan narsani. Mundaq deydi: "Ey Abu Zar, sening qancha bolang bor?" degandan keyin Abu Zar radhiyallohu anhu: "Ala uhadisuka, sen hadis so'zlab bermaymi?" degandan keyin shundaq qilgan bo'lsang, hadis so'zlab bergan bo'lsang debdi. Abu Zar radhiyallohu anhu shundaq dedi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini angladim. Qandaq bir musulmonning farzandlaridan 3 farzandi o'lib ketsa, lam yablughul hins, ya'ni balog'at yetmay o'lib ketgan bo'lsa, Alloh taolo uni jannatga kirgizadi. Ya'ni ash farzandlarga rahim shafqat qilganligi tufaylidan. Va yana qandaq bir kishi bir musulmonni qulluqdan ozod qilsa, Alloh taolo ashu qulluqdan ozod qilgan shu kishining har bir a'zosini, qul ozod qiluvchining har bir a'zosi uchun do'zaxdan ozod qiluvchi, do'zaxdan qutuldiruvchi qiladi." Bu hadisdan ilingan foyda: go'dakligida 3 farzand tugab ketsa, sabr qilsa, jannatga kirdiganligi. Yana musulmon qulni ozod qilsa, shu sababdan do'zaxga kirmay, jannatga kirdiganligi chiqadi ekan. 151-hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiludiki, u mundaq degan: "Kimningki 3 farzandi o'lib ketsa, ya'ni balog'at yoshiga yetmay turib, shariat ahkomlari taklif qilingan yoshiga yetmay turib tugab ketsa kichikligida, Alloh taolo shu kishini va shu farzandlarni o'zining rahmati sababidan jannatga kirgizadi. Chunki shariat ahkomlari taklif qilinmaydigan bolalarda gunoh bo'lmaydi. Va shariat ahkomlari taklif qilingan, cho'ng bo'lib ketgan, balog'at ketgandan keyingi bolalar bo'lsa, ularningki gunohi bo'ladi. Hisob kitobi bo'ladi. Kichik bolalarning bo'lsa, sabiy bolalarning gunohi bo'lmaganligi uchun ham ota-onalarga suyimlik bo'lganligi uchun Alloh taolo rahim shafqat qilib, sabr qilganligi uchun, bolasini ayrilib qolganligiga Allohdan ajr umid qilib, sabr qilganligi uchun Alloh mukofotlab farzandlarni ham ota-onasini jannatga kirgizadi debdi. 81-bob Man matalahu saqtun deydi. Balasi tushib ketgan kishiningki bobi deydi. Saqtun degan yoki balasi tushib ketgan bola yoki bo'lmasa, olimlarning yana bir sharhilisida u bola tirik tug'ilib, ovoz chiqarib, yig'lab tug'ilib, anandagi o'lib qolgan bola. 152-hadis. 152-hadis Sahl ibn Hanzaliya mundaq deydi: "Va kana la yuladu lahu." Uning balasi tug'ilmaydi, ya'ni balasi yo'q dedi. Mundaq dedi: "Men uchun islomda bir tushib ketgan bolaning bo'lishi, ya'ni balam tushib ketishi, ondan men uni ajr umid qilsam yoki balam ovoz chiqarib, yig'lab tug'ilib, ondan o'lib qolsa, men uchun dunyo va uningdagi narsalar bo'lishidan suyimlikroq." Ibn Hanzaliya daraxtning ostida bay'at qilgan kishilardan qatoridan edi, ya'ni bay'at Rizvonga ishtirok qilgan sahobalarning qatoridan edi. Ya'ni bu hadisda o'xshashlar, bolasi o'lib qolsa yoki bolasi tushib ketsa, ajrning katta ekanligini tushuntirib beradi. Gerçi bu hadis payg'ambar sallallohu alayhi va sallam rivoyat qilgan hadis emas, sahobaning so'zi. Mavquf hadis. Shundaqdimi?
sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen bile yaşagan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin iş hareketlerini kögen, gep sözlerini anlagan boğaçqa dalilsiz bir gep qılmaydı. Ularning sözleri hüccet hesaplandı. Yani bu sahabımı dalilsiz gep qılmaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den balçıp ketkenning ajri qandaq bo'lganligini anlagan bo'lishi mumkin. Yani dalili bor. 153 hadis. 153 hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaq dedi. Qaysinglarga uning mirasxo'rining mal dunyasi, o'zining mal dunyasidan suyimlikroq. Sahabeler deyishdiki, Allah'ның paygamberi, "Ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi min mali varisihi." Yani hammamizga demakchi, hammamizga o'zining mal dunyasi mirasxo'rning mal dunyasidan suyimlikroq. Yani hammamizga o'zimizning mal dunyasi, farzandlarimizning mal dunyasidan suyimlikroq. Farzandlarimizning mal dunyasi suyimlik, hammamiz o'zimizning mal dunyasini yaxshi ko'ramiz deb javob beribdi. Shuning bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shundaq dedi: "İ'lamu annahu laysa minkum ahadun illa malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi." Bilib qilinglarki, sizlarning ichinglarda har qanday bir kishining mirasxo'rlarining mal dunyasi uning o'zining mal dunyasidan suyimlik. Sening meling degan sening taqdim qilganing, ya'ni hayotiy dunyoda farzandlaringga chiqim qilib, xayri ehson qilib, sadaqa zakotni berib, Allah uchun chiqim qilgan, taqdim qilgan mal dunyoning sening haqiqiy sana tava oxirat asqatadigan mal dunyoning bo'ladi. Hem bu dunyoda sen ishlatgan, o'zingga tava ishlatgan mal dunyoning bo'ladi. Seninki mirasxo'rlaringning mal dunyosi bo'lsa-mu, senden keyin qiladigan mal dunyo, ya'ni sen ishlatmay, yig'ib uni to'plab yoki bexillik qilib bir şey chiqim qilmay, oxir sen o'lib ketgandan keyin sening farzandlaringga, mirasxo'rlaringga qilib qiladigan bu mal dunyo sana tava emas. Sen u mal dunyodan ne bu dunyoda foydalanmading, ne oxiratda sana asqatmaydi demek. Bu hadisdan ilingan faydalar musulmonlarni hayotiy dunyodagi vaqtida pul mal chiqim qilishga, Allah yo'lida xayr ehson qilishga qiziqtirish. Pul mal chiqim qilishning Allah yo'lida ajr umid qilib pul mal chiqim qilishning ajrining katta ekanligi.